Do'stlar 20 ga bermay turgan ekan, naqd pulga ko'tarsalar, xudo xolasa beraverdik. 18 so'raganlar uchun mana do'stlar, 18-yil ekan. Avtomat diskalar qo'yilgan, 4 ta baloni yaxshi holatda ekan. Xo'p, navortlari bor do'stlar. 5 shumka ham bo'lgan ekan mashina. Solnishni qilingan. Xo'p, qiziq bo'lsa telefon qilinglar, bog'laninglar. Variant barter yo'q ekan, faqat naqd bo'lsa beraveradi ekan. Qayerda mashinasi? Deno bo'ldi. Naqd bo'lsa qancha? Naqd bo'lsa kechirib beramiz. 5 ta o'tasizmi pastga qarab? Bu 5 million ha? 5 bo'ldi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Do'stlar 5 million biz kanaldan so'raganlar uchun xudo xolasa o'tib beradi. 35 million aytilayotganiga 30 millionga beraveradi ekan. Benzinda yurgan mashina ekan do'stlar. Xo'p, yurgani ham kam, 54 ming yurgan ekan. Kraskalari top-toza ekan. Bitta petnosi bor ekan, udor yo'q ekan. 4 ta balon yaxshi holatda ekan do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, benzinda yurgan mashina ekanlar. 2000 dollar narsasi bor. Ha? 49 qilsam berib yuboring. Beramiz mayli, keling bo'ling, baraka bo'pti. Bo'ldi, variantga bermaysizmi? Variantga 2 oygacha beraman. Kutasiz. 100 ni bersin, barter kutamiz. Barter ham qilamiz. Bo'ldi. Barterga uncha emas, variantga 2 oyga. Variant deyilgan. 2 oygacha variantga ham kutadigan imkoniyati bor ekan do'stlar. Shu aytganimizdek hamma polni navratlari qilingan ekan. 909 pulot, 4-pokoleniya gaz, ABS, konditsioner hamma yog'i bor. Mana bu diskalar qo'yilgan. Xo'p, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi, ishlar yaxshimi, mazzalar yaxshimi do'stlar? Mana Cobalt qatoriga kelib oldik, xudo xolasa. Gentra Cobaltlarni obzor qilib berishlikka harakat qilamiz. Hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish обязательно esinglardan chiqmasin do'stlar. Sizlar like qancha ko'paytirib tashlasanglar, biz shuncha videoni chiroyli qilib berishlikka harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, keyin Telegram kanalimizda bunaqa mashinalardan 5 tadan 15 tagacha qo'yib boryapmiz. Sotilishi ham o'shanga yarasha cho'tka bo'lyapti. Kanal silkasi описание va kommentariyada bo'ladi. O'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Afsus qilmaysizlar. Hech bo'lmaganda narx-navoni bilib turasizlar do'stlar. Ketdik, videoni boshladik. Xo'p do'stlar, bu Gentra yili necha ekan aka? Assalomu alaykum. 2016-yil. Narx qancha aytilyapti? Do'stlar, 2016-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Gentra bor ekan. Gentrada boshlab olamiz, keyin ketamiz do'stlar. O'rta qatorga kelib olganmiz, ya'ni dehqonlarni ko'proq olish maqsadida do'stlar. Xo'p, 4-pokoleniya gazlar sonab qilingan ekan. Xo'p, ABS yo'q ekan. Kraskasi qanday ekan buni? Kraska tozami? Top-toza ekan kraskalari. Xo'p, balonlarni ko'rish mumkin. Balonlar ham o'rtacha ekan do'stlar. Ana buni ABS yo'qmi aka? Yo'q aka, yevro bu. Yevro. Beskansiya, elektronli, polik, chiqol bar, mexanika, mikrofon. Yurgani qancha aka? 130. Ana sog'lom ko'rish mumkin. 130 ming yurgan ekan, 31 ming do'stlar. Qancha aytibdingiz narxini aka? 120 deyapsiz, kelishadigan joyi bor. Kelishimlarning joyi bor. Xo'p, so'radim bozor aka. 102, 105 gacha ko'tardi. 105 gacha ko'tardi, bermanlaringiz. Variantga berasizmi? 10 kun 15 kunga bo'lsa, qolganini beradi. Uzoq bir oygacha. 1 oygacha uzoq. Telefon nomeri ayting. 99 99lik 311 311 7007. 7007. Bartergacha. Yo'q, barterga yo'q. Faqat naqdga, variantga ozroq bo'lsa kutasiz, ha? Oxirgi senasi qancha naqd pul bo'lsa, kanaldan birinchilarga chiqyapsiz aka. Hozir boshladim Cobaltni. Birinchi ketgan bo'lsa 110 so'mga beraveramiz. 10 so'm. 110 so'mga. 5 so'mdan 2 so'm ko'tarsa bermaysizmi aka? Kelishamiz. Bozordan zo'rda bo'ldi. Xo'p do'stlar, yevro varianti ekan, ABS konditsioneri yo'q ekan, lekin kraskalari 100% toza. 4-pokoleniya gazlar sonab qilingan ekan. Xo'p, 4 ta baloni o'rta holatda ekan. Mana shu joyi ozgina chizilgan ekan do'stlar. Qolgan joyi toza ekan do'stlar. Xo'p, qiziq bo'lsa telefon qilinglar. 107 millionga xudo xolasa ko'ndirib qo'ydim. Variantga ham 1 oygacha kutadigan bo'ldi do'stlar. 105 gacha so'ragan ekan. Motorlari, galovkalari ochilmagan deyapti. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, 18 so'raganlar ko'paydi. 18-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Ravonimi bu aka? Ravon qilingan, ha? Ravon qilingan ekan. Cobalt oppoq rangda aytganimizdek. Xo'p, propan stonib, metallari bor ekan, ABSlari bor, konditsionerlari bor. Kraskasi qanday? Kraskasi Arqa kirlovda, o'ng tarafidami? O'ng tomonda petnosi bor ekan do'stlar, mana avtomat diskalarda, balonlar ham yaxshi holatda ekan. Xo'p. 5 shumka qilingan, solnishni qilingan ekan do'stlar. Polik, chiqol, bar, mikrofon. Xo'p, mexanika varianti do'stlar 193 ming yurgan ekan. Salonlarni ham ko'rishlar mumkin mana. Salonlarni o'tida bo'lib turibdi, xullas bozorga cho'tib tayyorlab chiqilgan, mashina ezilib ketmagan ekan. Xo'p, mana metani bor dedik. Orqadan zapaskalar ham yangi ekan, tushmagan ekan do'stlar. Buni narxini qancha aytyapsiz aka?
125 aytyapti. So'radimmi bozor? 120 naqd pulga so'rami? Bermay turgan ekan akamiz. Nomer aytib yuboring. 97lik 536 ha 29 variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Barterchi. Barteramiz Naqd bo'lsa berib yuborasiz, 20 ga bermadingiz. Ko'tarsa berib yuborasiz. Bo'ldi. Do'stlar, 20 ga bermay turgan ekan naqd pulga ko'tarsalar, xudo xolasa berib yuboradi. 18 so'raganlar uchun mana do'stlar, 18-yil ekan. Avtomat diskalar qo'yilgan, 4 ta baloni yaxshi holatda ekan. Xo'p, navrtlari bor do'stlar. 5 shumka ham bo'lgan ekan mashina. Solnishni qilingan. Xo'p, qiziq bo'lsa telefon qilinglar, bog'laninglar. Variant barter yo'q ekan, faqat naqd bo'lsa berib yuboradi ekan. Qayerda mashinasi? Deno bo'ldi. Do'stlar 30-mayda chiqqan ekan, 6 kilometr yurgan, 25 kubot so'raganlar uchun do'stlar mana Farala oqi. Xo'p, benzinda hamma yog'i bor, avtomat diska do'stlar, mana balonlar o'ziniki salondan chiqqan holatdagi. Plus navrat yo'q, hamma yog'i salondan chiqqan holatda turibdi. Bo'ldi. Mana do'stlar 6 kilometrgina yurgan ekan. Oh, qoyil lekin. Mana do'stlar. Молодец. Narx qancha aytilyapti, rais? 167 aytilyapti, kelishtirib beramiz. 167 aytilyapti, kelishtiriladi. Kelishtirib beramiz. Ikkilamchi ham bor. So'radimmi bozor aka? Raisim? Bittasini 165 ga ikkilamchiga bermoqchi mana. Ikkilamchiga. Xuddi shundaymi? Xuddi shuni 6 kilometr yurgan. 6 kilometr yurgan, xuddi shunaqasini 165 mingga, ya'ni ikkilamchi bank orqali bergan ekan. Xo'p, nomer ayting rais bu. 20lik, 20lik 020 020 02 02 42 nomerlarga telefon qilasiz. Naqd bo'lsa qancha? Naqd bo'lsa kelishtirib beramiz. 5 ta o'tasizmi pastga qarab? Tamom. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, naqd bo'ladigan bo'lsa 5 ta pastga qarab tushadigan bo'lsa bankka, lekin 65 ga ikkilamchi qilib bergan ekan, 25 kubot do'stlar. Xo'p, sotilyapti do'stlar, 62, 63 shunaqa sotilyapti bozorda. 65 ni aytib turibdi mana do'stlar. Bilib olasizlar, qolgan ma'lumotlarni. Buni yili necha ekan rasvo? Yili necha buni? Nech pul aytasiz? Xo'p do'stlar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Oppoq rangli Cobalt bor ekan, 4-pokoleniya gazlari bor, ABS kondisionerlari bor. Kraskasi qanday, rasvo? Kraska qanday? Kraska kapotning ichiga 15 sm petnosi bor ekan. 15 sm, ha? 15 sm petnosi bor ekan kapotning ichiga do'stlar, balonlar ko'chlar yaxshi holatda. Xo'p, mexanika kapot turibdi, elektronli polik bar va magnitofon bor ekan. Yurgani qancha yurgan? 1 kurib yurgan ekan do'stlar. 99 ming yurgan ekan. Buyoqlar toza, rasvo? Qolgan joyi toza ekan. Narxini qancha aytyapman dedingiz? 128 deydi. 128. Bozor so'radimi? 122 so'radi. 122. Telefon nomeri aytib yuboring-da. 88. 88lik 862 ha 77 44. 77 44. Qancha og'ir senasi kanalimiz bor? Narxga bo'lsa 24 bo'lsa beraman. Ha. Variantga ham berasizmi? Variantga bo'lsa bir 5 oygacha gaplashamiz. Kelishiladi. Bartergacha? Barterga yo'q aka, variantga bo'lsa beraman. Qayerdan? Yozilgan bo'ldi. Xo'p do'stlar, naqd pul bo'ladigan bo'lsa 24 beraman deyapti. Yana ham pulni ustida yana ham gaplashasizlar do'stlar. Hech kim aytgan narxiga bermaydi. Yana ham gaplashib baraka ko'rsalar bo'ladi. ABS kondisionerlari bor. 4-pokoleniya gazda qo'yilgan ekan. 4 ta baloni yaxshi holatda ekan do'stlar. 99 ming, ya'ni 1 kurib yurgan mashina ekan. Kapotning ichida 15 sm petnosi bor ekan. Qiziqsa telefon qilinglar, mexanika varianti do'stlar. Hozir aka 2019-yilda ishlab chiqarilgan Mukri asfalt slipda Cobalt bor ekan, benzinda ekan, ha? ABS kondisionerlari bor, kraska qanday? Qancha ketdi? 145 24. 41 ming yurgan. 41 ming yurgan. Barakasini bersin. Monitorlari ham bor ekan do'stlar. Metanlar ham qo'yilganmi-kan? 4-pokoleniya, 4-pokoleniya propan ham qo'yilgan ekan do'stlar. Propan aka 4-pokoleniya. Kraska toza dedik, ha? Kraska bir qarshi petnosi bor. Bir qarshi petnosi bor. Balonlari ham yaxshi ekan do'stlar. Mexanika kompaktda turibdi. 54 ming yurgan ekan. Elektronli polik barlari bor, mexanika dedik, magnitofonlari bor, 54 ming yurgan ekan do'stlar. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Qutlar ham bor ekan, значит.
Mana do'stlar. Bu zapaskalar ham tushmagan. Do'stlar, mashina ko'rinishi. Narxini qancha aytyapti Respo? 135 aytyapman. 135. So'radimmi bozor? 125 yarim so'radim. 125 yarim so'rab bermadingiz. Nomer aytib o'ring. 94lik 94lik 848 848 24 24 Oldin qo'yganmizmi bu mashinada? Yo'q, Oldin sizning videolarni mashinangizni qo'yganmanmi? bir marta qo'ygansiz. Chiroyli qilib narx ayting, qancha oxiri sanasiz? Biz kanaldan so'rasa. Sizni kanalingizdan so'rasa aka sunnatiga mayli 5 minut beraman aka. Ya'ni 2 minut o'tib bermaysizmi? Yo'q aka. 28 lar bo'lsa-chi? Yo'q aka, sizni kanalingizni hurmatiga 5 million ha? 5 million. Bo'ldi aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling aka. Do'stlar, 5 million biz kanaldan so'raganlar uchun xudo xolasa o'tib beradi. 35 million aytilayotganiga 30 millionga beraveradigan benzinda yurgan mashina ekan do'stlar. Xo'p, yurgani ham kam, 54 ming yurgan ekan, kraskalari top-toza ekan, bitta petnosi bor ekan, udar yo'q ekan, 4 ta baloni yaxshi holatda ekan do'stlar. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, benzinda yurgan mashina ekanlar. Xo'p, do'stlar, Malibu diskga qo'yilgan, navorat qilingan 2022-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Cobalt bor ekan, 4-pakeleni. Gazlar stonab qilingan ekan. ABS konditsionerlari bor, kraskasi qanday? Kraskalari top-toza ekan, mana balon diskani ko'rib turibsizlar do'stlar mana. Xo'p, putlari ham bor ekan, mejigarlari 909. Xo'p, Laminat bo'lgan. laminatsiya bo'lgan, elektronli polik, chihol, Malibu bar qo'yilgan ekan, magnitofonlari bor. Qancha yurgan edingiz? Mana sog'lom. 19 mingga yurgan ekan, zo'r ekan. Kardinal chihol polik qilingan. Top start, Ha, stop start. Video registratorlari bor. ABA griflari bor ekan, zadni kameralari bor do'stlar. Sedenalar qiziydi. Xullas, mashina navoratlari ko'p, hamma xususiyati bor, ha? Shunga xatolarlar shunga qilingan. Avtomatli mexanikami? Avtomat korobkaligi. Bo'ldi, shumka qilingan do'stlar. Xatolarlarmi? Narxini qancha aytyapsiz? 155 deyapmiz, kelishib beramiz. 155 kelishtiriladi, ha? Nomer aytib o'ring. 99lik Ha? 282 Ha? 0805. 18 qancha so'radi bozor? Mashina 48 so'raldi, to'ppa-to'g'ri bizga beraman deb. 2 million ko'tarsa, Ha, mashinada qarang, 2000 to'ppa-to'g'ri narsasi bor. qilmasin. Ha, 49 qilsin, berib yuboring. beramiz mayli, keling, bo'ling, baraka bo'pti. Bo'ldi, variantga bermaysizmi? Variantga 2 oygacha beraman. Kutasiz. 100 ni bersin, Barter birovni 2 chi? kutamiz. Barter ham qilamiz. Bo'ldi. Barterga uncha emas, variantga 2 oyga. Variant deyilgan. 2 oygacha variantga ham kutadigan imkoniyati bor ekan do'stlar. Shu aytganimizdek hamma polni navoratlari qilingan ekan. 909 pulot, 4-pakeleni gaz, ABS, konditsioner hamma yo'g'i bor. Malibu diskalar qo'yilgan. Xo'p. 5 shumka bo'lgan ekan, Malibu barlar qo'yilgan, xullas navoratlari ko'p ekan do'stlar. Telefon qilinglar. Yana ham bog'lanib, to'liqroq ma'lumot ko'rib olsanglar bo'ladi do'stlar.